Bugungi kunda 2 sonli umumta'lim maktabida ta'lim-tarbiya jarayonlari zamon talablari asosida tizimli yo'lga qo'yilgan bo'lib, muassasada 388 nafar o'quvchiga 37 nafar malakali pedagog kadrlar sifatli bilim berib kelmoqda. Maktabda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida fanlar kesimida innovatsion muhit shakllantirilgan. Mazkur yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Xususan, ona tili va adabiyot fanlari doirasida milliy o'zlikni anglash, nutq madaniyatini shakllantirish hamda adabiy tafakkurni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarning uzviy olib borilishi yuqori sinf o'quvchilarining kasbiy yo'nalishini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalariga yo'naltirish, ularda ongli kasb tanlash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida muntazam ravishda manzilli seminar va suhbatlar tashkil etilmoqda. Ushbu suhbatlar yoshlarning hayotiy qarorlarini aniq belgilab olishida samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Zamonaviy ta'lim talablaridan kelib chiqib, ingliz tili darslari xalqaro metodikalar asosida tashkil etilgan. Natijada o'quvchilarning nutq mahorati bosqichma-bosqich rivojlanib, xorijiy tillarni amaliy qo'llash darajasi sezilarli oshmoqda. Maktabning moddiy-texnik bazasi ham izchil ravishda mustahkamlanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan o'quv xonalari hamda multimediali dars jarayonlari murakkab mavzularni vizual tarzda tushuntirish, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlikni ta'minlamoqda. Shu bilan birga maktab kutubxonasi ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat yuritmoqda. Kitob fondining boyligi va kitobxonlikni targ'ib etishga qaratilgan tizimli ishlar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda ma'naviy immunitetni mustahkamlashda muhim rol o'ynamoqda. Har bir ustozimiz o'z kasbiga fidoyi bo'lib, yosh avlodni har tomonlama yetuk bilimli va vatanparvar insonlar qilib tarbiyalashga katta hissa qo'shib kelmoqdalar. Bugungi kunda maktabimizda ta'lim sohasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida maktabimizda ta'lim sifati tubdan oshib bormoqda. Zamonaviy o'quv dasturlari joriy etilmoqda, o'qituvchilarning nufuzi va maqomi yuksaltirilmoqda. Shuningdek, maktabimizda ushbu islohotlar samarasi yaqqol sezilmoqda. O'quv jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalar joriy etilib, o'quvchilarimiz bilim olishga bo'lgan qiziqishlari yanada oshib bormoqda. Bizning asosiy maqsadimiz yurtboshimiz ta'kidlagandek, kelajak avlodni barkamol, mustaqil fikrlaydigan va yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shadigan insonlar qilib tarbiyalashdir. Umuman olganda 2-sonli umumta'lim maktabida amalga oshirilayotgan kompleks va tizimli islohotlar nafaqat bugungi ta'lim sifatini oshirishga, balki ertangi kun uchun raqobatbardosh, intellektual salohiyatga ega avlodni tarbiyalashga qaratilgan. Xorijiy tillarni puxta egallagan, zamonaviy texnologiyalarni chuqur o'zlashtirgan hamda yuksak ma'naviyatga ega yoshlar yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.